Qizlar, salom hammaga. Biz bugun Target magazinga keldik. Sizlarga hozir bu yerdagi o'sha bebilarga qo'yadigan kameralarni narxi bilan tanishtirib ketmoqchiman. Bitta ichi qaranglar, $200. Juda ham kerak narsa deb o'ylayman. Bolasi bor onalarga. O'zim lichna bolalarim kichkinaligida rosa shu narsadan foydalanganman. Juda ham udobni, mana narxlar bilan ko'rsatib ketaman. $170, $200, $133. Har xil plyonkalar bu yoqda. Bolalarning narsalari juda ham shirindek, qaranglar. Mana blanketlar mana $10 qizlar. 4 ta bo'ladi ichida. Hozir endi bu yog'iga o'tamiz. Bu yoqda kolyaskalar, korsetlar. Mana bu narsa bizga juda ham yoqadi. To есть yoqqan. Ikkita kichkina ham shu narsada katta bo'lgan. Buni tepa qilsa ham bo'ladi. Qaranglar mana. Koroslar bunaqa pastroqda bo'ladi, teparoq qilsanglar ham bo'ladi. Hozir mana bu turgan holati, pastki holati. Bu yoqda soskalarning narxlari, soska iladigan mana bips soskalarining narxi $16 qizlar, 15.99 dan. Philips Avent $6 mana. Bunaqa soskasi. Bunaqa soskalar ham bor, mana $5 dan qaranglar. Hozir bebilarni snaklari bilan ko'rsatib ketaman sizlarga. Mana bu tish chiqayotganda bunaqa ish qalaydigan qaranglar. Shotkada banali $9. Mana bu ham shunaqa tish chiqayotganlarga, mana bu ham ish qilasa, uspokаивать qiladi deshadi. Tak bir xillarga yordam beradi, bir xillarga unaqa yordam bermaydi. Qaranglar, mana bunaqalari ham bor. Qaranglar, mana bu $12. Bu yoqda bolalarni o'sha beradigan o'sha snaklar har xil. Mana bu tish chiqayotganda mana bu ham yaxshi. Banali, pichli, shaftoli narxi $3.79. Mana bu yogurtli qaranglar, qulpnili, bunaqa kichkina dumalar bo'ladi. $3. Mashina o'zi qaranglar, ichida lekin kamroqda $3.69. Yaxshi snaklar bor bebilarga. Bu yoqda suv idishlar har xil. Ichi ketganda ko'p doktorlar bu yoqda mana bunaqa Pedialyte suvlarni tavsiya qilishadi. Suvni o'rniga mana shuni ichirgin deyshadi. Hech narsa bermay, tuzli mana shu bu snak berib, mana shuni ichiraman. Ko'pincha 3 kundan 5 kungacha o'tib ketadi ichi ketsa, mana shu suvlarni ichsa. Bu yoqda kashalarning narxlari mana. Tak mana qaranglar, $34, $49, $30. Mana bolalarim mana bu kashadan ichishardi. Qaranglar, $27, mana bu kichirog'i. Mana bunisi $35, $49. Kattarog'i. Xuddi shuni mana bunaqasi ham bor. Bu
ichini qotirib qo'yganiga mana bunaqasiga o'tgan edik. Mana kashalar narxi $50 qaranglar. $50. 35 u 49. Mana suyuq, mana bunaqa suyuq holatida ham bo'ladi, qaranglar. Men adashman, mana bu advancedan ichirganman, ichini qotirib qo'ygan. Keyin mana bunaqasiga o'tganmiz-da, sensitiviga. Mana bu ham kashi mana $40. Mana bu уже mana hozir sizlarga mana yogurtlarini, anaqalarini ko'rsatib ketaman. Masalan, mana bular, qaranglar. Sabzini pyureshkasi, har xil mana bu shaftoli pyureshkalari. Bu yerda mana ko'rsatib qo'ygan, qaranglar. Bola o'tirganida, mana ko'rinmayapti. Mana bola o'tirganida bersa bo'ladi buni. Ko'rasizlarmi? Unda o'zini yoshlari shu o'tirganda, emaylaganda qilib ko'rsatib qo'yadi. Mana bular ham mana kashali, Gerber aka. Pyureshkalari har xil. $1.29 mana shu bitta donasi. Mana bu cereal xullas $3.99. Mana bu ovsyanka kashasi $3.79. Mana bulari. Hozir nariyo tomonga ham o'tamiz. Pamperslarni narxlari bilan, vlajniy salfetkalarning narxlari bilan ko'rsatib ketaman. Mana Pampers brendining o'ziniki tak $16. Huggieslarniki $17.29. Mana bu ham $35 mana bu Pampers. $18. Xullas shunaqa narxlar, mana $35, $45 mana bu Pampers. Shunaqa narxlar Pamperslarda. Bu yerda bolalarning har xil vitamin D-lari, Solen spray, burniga tomizadigan tuzli suvlari narxlari bilan ko'rsatib ketaman. Mana buni har doim ishlatamiz biz. Shu babyligida to'yda ishlatganmiz. $4 qizlar. Burnini tozalash uchun tuzli suv. Mana bular siroplar. Tomog'iga, yo'taliga to'ysa. Mana bu ertalab, kechqurun o'sha balg'amga ichiradigan dorilar, suyuq dorilar. Tak, mana bu yerda 3 tali vlajniy salfetka $15. Bu yerda, kstati, burun artganda mana bunaqa har xil salfetkalarda artsa yara bo'lib ketadi. Bir xilda bu yerda burunning o'zining salfetkasi bor. Mana tak, o'z bitta donasi mana buni o'zi $5, почти $4.49. Ikkitaligi ichida mana 90 ta bo'lar ekan, $11.49 ko'rasizlar. Bu vannaga tuz bolani cho'miltirayotganda mana bu bunaqa tuzli suv, bunaqa sepiladigan kattaroq bolalarga $6.29. Qorin og'rig'iga mana bu $10.99. Tak, vitamin D-lari babylarga $13.99, deylik. Tak, bunisi nima ekan? Bu ham vitamin D. Mana bu Zarbis brendiniki. Tak, bu $10. Probiotiklar bolalarga, mana bu gaz bo'lishiga, qorni gaz bo'lishiga $9.89 ekan. Mana bular o'sha qorin og'rig'iga, gaz bo'lishiga-da, bu yerda mana bular gaz bo'lishiga. Tak, mana bu kechqurungi qorin og'rig'iga kechqurun beriladigani $12.49. Bu yerda qaranglar, mana bular sunscreenlar bolalarga quyoshga qarshi, keyin mana bu hasharotlar chaqib olishiga qarshi, xullas kremlarda bolalarga.
Mana bu SPF 50 si sunscreen mana $11.29. Mana bu imенно mana shu brenddan men ishlataman, yaxshi. Bu yerda mana bolalarni idishlarini yuvadigan o'zini alohida shu bolalarni butilkalarini yuvishga shunaqa sovunlar chiqarilgan. Ishlatamiz. Bu ham yaxshi sovun. Bu bolalarni shu cho'miladigan sovunlari $11.49. Mana bu Face Body Wash mana yuzini, bodilarini, tanasini yuvadigan mana $11.49. Tak bu shampun konditsioner $8.89. Shunaqa narxlar bu yerda. Jonsiz Baby'lar mana $5. Masalan, mana kichkina sayzi $5 ekan. Mana bunisi $6. Mana bu shampundan men ishlataman. O'g'limni boshi qazg'oq bo'lganda mana shuni ishlatib ko'rdim, lekin ketqizdi. Mana shu yaxshi brend. Buni lotionlari ham juda ham yaxshi. Bolalarga qurib ketganda qichish bo'ladi-ku badanda. Mana shuni sursam yo'q bo'ladi meni bolalarimda. Juda ham yaxshi mash tushgan meni bolalarimga. Mana bu Aquaphor ham rosa yaxshi krem. Ko'ti qizarganda, bebilarni pampersdan qizaradi-ku, o'shanda sursa juda ham yaxshi. Narxi qaranglar, kattasi $12.99. Mana ko'rsataman. Kichikroqi $10. Sizlarga Amerikada turadiganlarga mana shu bilan mana shuni tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi. Yaxshi brend. Mana bu brendni ham bilsanglar kerak. Mana narxlari. Lotionniki $12.49. Body wash o'sha anaqa konditsioneri bilan birga. Xullas bittasi $11.99. Mana bu kattarog'i $18 ekan. Shunaqa narxlar, bebilar narsalarini bu yerda qimmatroq, o'zi Target qimmatroq magazin hisoblanadi. Hozir bebilarni zaodno butilkalarini ham narxlar bilan ko'rsatib ketmoqchiman. Qaranglar. Bu yerda lekin adashtirib tashashibdi narxlarini. Lekin mana bunisi to'g'ri turibdi. Mana $22.99 ekan. Ichida 3 talik bo'ladi. Ishlatganim uchun juda ham zo'r. Mana shu o'zimga ham yoqadi. Buniki mana $24.49 ekan. Onalarning o'sha sut sog'adigan mashinkalari mana qaranglar, mana bu zo'r brendda. Mashinadan o'zim ishlatganman. Mana $40 ekan qizlar. Ichida mana har xil idishlari ham bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi? Mana bunaqa morozinka qo'yib qo'yadigan narsalari ham bo'ladi. Har xillari bor ekan bu yerda. Bugun sizlarga bebilarni kiyimlarini qilishga ulgurmadim, lekin qo'ldan kelgancha sizlarga butilkalari, pampers, hamma bebilarga kerakli bo'lgan narsalarni narxlari bilan tanishtirishga harakat qildim. Bu yerda bolalarning xadunoklari, har xil mamlaqalar ham ishlatgan birisi yaxshi, mana bu ham $100 qizlar. Bunaqa kravatlari, shkaflari bebilarni. Lekin narxlarini tak mana bitta qo'ygan ekan. Men naryolarida yo'q ekan. Bitta mana bu bor ekan, $160. Mana bunisi $100 ekan. Qolgan narxlarini qo'ymagan. Bunaqa ko'rasizlar. Bugun qo'ldan kelgancha sizlarga bebilarga kerak bo'ladigan hamma narsani narxlar bilan tanishtirishga harakat qildim. Videoimni oxirigacha ko'rib, like bosganlarga rahmat. Kiyimlarni obzorini qilishga uspet qilmadim. Bolalarni maktabdan olish kerak. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosganlarga rahmat qizlar.